Vodiy podpischiklari O'zbekistonda eng kuchli noklardan biri. Kuchliligi eng zo'r tomoni har yili ko'rsatib boramiz. Bu yil 2025-yilda videoni olyapmiz. Iyun oyi o'rtasi iyul oyiga o'tib issiq zonalarda pishadi. Sorti Karmen, Yevropadan kirib kelgan nok. Dam olish yo'q bunda, har yili hosil oladi. Bu bog'ni har yili qo'yib boramiz. Bizdan tashqari ko'chatchilar ham qo'yadi. Xonagamiz yaxshi qaraydi. Mana Karmen nochis bo'ladi. Mana shoxidan olib boramiz, ko'paytirib qo'yamiz ko'chatni. Birga bir shundan. Bemalol zakaz berib ulgurib qolinglar. Bu yil ham hosili zo'r. Bog'bonni o'zi 25 minggacha mevasini hech narsa qilmasdan sotib qo'yyapti. Bozorda 40 ming, 50 ming ham sotilishi mumkin. Bu nokni olib borib o'zingiz sotaman siz. Rossiyaga eksportga albatta birinchi o'rinda. Telefonimiz 91 040 80 84 raqamida bo'lamiz. Uni qaranglar olgan. Allohning mo'jizasi. Videoga like bosib, nok boq qilaman degan akalarga tashlab qo'yaveringlar. Hamma tipida bir xilda meva bor. Daraxt yoshi 4 yoshga o'tgan, tagi ayvada, daraxt unaqa katta bo'lib ketmaydi, lekin mevani chiroyli yetkazib beradi. Mana yashqi solsalaring juda go'zal bo'ladi. Hali upa-ko'pga bo'layotgan jarayonni ham ko'rsatamiz. Uylarga eksalaring ham, katta boq qilsalaring ham qalinroq ekish tavsiya qilaman. Shunda tonnani ko'p bo'ladi.